Poytaxtimizdagi 35-umumta'lim maktabida 2026-yilda koreys tili fanini joriy etish istagidagi maktab rahbarlari uchun seminar tashkil etildi. Xo'sh, bu nima degani? Endi umumta'lim maktablarida qo'shimcha ravishda xorijiy tillar o'qitiladimi? Ushbu savollarga hozirgi lavhamizda batafsil javob olamiz. Toshkent Koreya ta'lim markazi tashabbusi bilan poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 35-umumta'lim maktabi hamkorligida o'tkazilgan mazkur seminar davomida koreys tilini maktablarda ikkinchi xorijiy til sifatida o'tilishini tashkil etish borasida ma'lumotlar berildi. Bizning maktabimizda o'zi 1989-yildan buyon koreys tili fani o'qitilishi yo'lga qo'yilgan. Dastlab to'garak sifatida o'qitilgan va 2008-yildan boshlab asosiy fan sifatida bizni o'sha dars jadvalimizga qo'yib asosiy fan sifatida o'qitilish boshlangan. 2023-24 o'quv yilidan boshlab maktabda o'sha ikkinchi xorijiy til sifatida 10-11-sinflarda o'tkazib kelinmoqda. Koreys tili fanini o'qitilishi orqali biz hamkorliklarimizni yo'lga qo'ydik. Bugungi tadbir o'sha bir yillik ishimizni natijasi desak ham bo'ladi, bir o'rtoqlashmoqchimiz qolgan maktab direktorlari bilan. Mazkur tadbirda poytaxtimiz hududida joylashgan maktab rahbarlari bilan bir qatorda Sirdaryo, Qashqadaryo va respublikamizning boshqa viloyatlarida faoliyat yuritayotgan umumta'lim maktablari rahbarlari, o'qituvchilar hamda ta'lim sohasi mutaxassislari ham ishtirok etdi. Ushbu seminardan asosiy ko'zlangan maqsad maktablarda keyingi o'quv yilidan boshlab ikkinchi xorijiy tilni tashkil etish. Bu xorijiy tilni tashkil etishda asosiy sabab hozir yurtimizda xorijiy tillarga keng imkoniyat yaratilayotganiga, bundan tashqari ota-onalarning xohishi, o'quvchilarning xohishi asosida maktabda ikkinchi til sifatida koreys tilini tashkil qilmoqchimiz. Shu sababli ushbu seminarga tashrif buyurdik. Ushbu seminarda biz koreys tilini tashkil qilishda asosiy yuritiladigan hujjatlar, o'quvchilar bilan olib boriladigan ishlar, bundan tashqari ustozlarni qanday topish, ularga qanday shart-sharoitlar yaratib berish, o'quvchilar uchun o'quv qo'llanmalarini qanday, qayerdan olish bo'yicha savollarga to'liq javob oldik. Ushbu seminar biz uchun katta bir tajriba maydoni bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Tadbirning badiiy qismida o'quvchilar tomonidan rang-barang raqslar guldastasi taqdim etildi. Unda o'zbek milliy raqslar bilan bir qatorda Koreya milliy madaniyatiga xos chiqishlar ham ishtirokchilarga yuqori kayfiyat ulashdi. Shundan so'ng Toshkent Koreya ta'lim markazi direktori Lee Yong-won so'zga chiqib, o'zi rahbarlik qilayotgan ta'lim markazining maqsad va vazifalari, koreys tilini o'quv dasturiga kiritishning ahamiyati, o'quv metodik ta'minot, malakali kadrlar tayyorlash, xalqaro hamkorlik masalalari to'g'risida nutq so'zladilar. 네, 안녕하십니까. 타슈켄트 한국교육원장 이영우입니다. Markazimiz Koreya hukumatini vakil qilgan holda o'zbekistonlik o'quvchilar uchun koreys tilini o'qitish, koreys madaniyatini targ'ib qilish hamda maktablarda koreys tili ta'limini rivojlantirishga ko'maklashib kelmoqda. Bugun Toshkent shahridagi maktab direktorlarini taklif etgan holda koreys tilini joriy etishni istagan maktab rahbarlari uchun markazimiz faoliyati, kelgusidagi rejalar hamda ularni qiziqtirgan savollar yuzasidan fikr almashish maqsadida uchrashuv tashkil etdik. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'quvchilar va ta'lim muassasalari orasida koreys tiliga bo'lgan qiziqish va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Biz esa ushbu qiziqish yanada kengayib borishi va barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun bundan keyin ham bor kuchimizni safarbar etamiz. Seminar davomida koreys tili o'qituvchilari ham taqdimot qilib, koreys tilini o'rganish nafaqat til ko'nikmalarini, balki o'quvchilarning dunyoqarashi va kasbiy imkoniyatlarini kengaytirishini alohida ta'kidladilar. Bu tilni o'qitishimizdan maqsad o'quvchilarga yangi imkoniyat eshiklarini ochish. Biz bilamiz, hozir 21-asrda juda ham yoshlar uchun katta imkoniyatlar yurtboshimiz tomonidan berilmoqda. Bu koreys tilini o'rganish o'quvchilarga ularning kelajagida, yana bizning O'zbekistonimizdan ta'lim sifatini rivojlantirishda o'z ahamiyatini berib kelmoqda. Bizning maktabimizdan ko'p o'quvchimiz, o'tgan yil bitiruvchilarimiz GKS sohibi granti bo'lib, hozirgi kunda Koreyada grant asosida ta'lim olib borishmoqda. Bu koreys tilini o'rganish, mamlakatimizda yoshlarga yangi imkoniyatlar berish hamda tilni, nafaqat tilni, balki ularning madaniyati bilan yaqindan tanishib, ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalarni yanada rivojlantirish uchun ham juda keng targ'ib qilish maqsadida olib borilyapti. Mazkur seminar ta'lim tizimida xalqaro tillarni rivojlantirish, o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratish yo'lida muhim qadam bo'ldi deyish mumkin.